Bugun men pensionerlar uchun juda muhim va ko'pchilik kutgan yaxshi xabar haqida gapiraman. Bu ma'lumot faqat pensiya olayotgan insonlarga emas, balki ota-onasi, bobosi, buvisi pensiyada bo'lgan har bir oilaga tegishli. Chunki pensiya masalasida birgina hujjat, birgina ariza yoki birgina noto'g'ri tushuncha odamning o'yma-o'y oladigan puliga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun iltimos videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Men bu mavzuni oddiy tilda bosqichma-bosqich tushuntiraman. Asosiy yaxshi xabar shundan iboratki, pensionerlar uchun to'lovlar, qo'shimcha huquqlar, qayta hisoblash imkoniyatlari va ayrim yengilliklar bo'yicha e'tibor kuchaymoqda. Eng muhimi, ko'p odamlar mening pensiyam shunaqa belgilangan, endi o'zgarmaydi deb o'ylaydi. Aslida esa ayrim holatlarda pensiyani qayta ko'rib chiqish, yetishmayotgan ish stajini tasdiqlash, qo'shimcha hujjat olib borish, imtiyozli to'yfaga kirishini aniqlash yoki noto'g'ri hisoblangan summani tuzatish imkoniyati bo'lishi mumkin. Men bugun aynan shularni tushuntiraman. Avvallari ko'p pensionerlar pensiya tayinlangandan keyin ish tugadi deb hisoblashardi. Odam pensiya jamg'armasiga hujjat topshiradi. Unga ma'lum summa belgilanadi. Keyin yillar davomida o'sha tartibda pulini olib yuradi. Agar ish staji to'liq kiritilmagan bo'lsa ham, eski korxona yopilib ketgan bo'lsa ham, arxidan ma'lumot topilmagan bo'lsa ham, ko'pchilik bu masalani qayta ko'tarishga jur'at qilmagan. Baribir foydasi yo'q. Idora yurishga kuchim yetmaydi. Mening yoshimda kim eshitadi degan gaplar juda ko'p uchraydi. Endi esa vaziyatda muhim o'zgarish bor. Birinchidan, davlat xizmatlari raqamlashtirilgani sababli ko'plab ma'lumotlarni tekshirish ancha osonlashmoqda. Ikkinchidan, pensionerlarning ijtimoiy himoyasiga e'tibor oshgani uchun odamlar o'z huquqini talab qilishi kerakligi tobora ochiq aytilmoqda. Uchinchidan, pensiya miqdori, qo'shimcha to'lovlar, ish staji, bolalikdan nogironligi bo'lgan farzandni parvarish qilish, zararli ish sharoitida ishlagan yillar, harbiy xizmat, o'qish davri yoki boshqa davrlarni hisobga olish masalalari amaliy jihatdan juda muhim bo'lib qolmoqda. Men bu yerda bitta narsani aniq aytaman. Pensioner o'z huquqini bilmasa, ko'pincha hech kim kelib uning o'rniga tekshirib bermaydi. Masalan, odam 35 yil ishlagan bo'lishi mumkin, lekin hujjatda 29 yil ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya ham shunga qarab kamroq chiqadi. Yoki ayol kishi farzandlar tarbiyasi bilan bog'liq davrlar qanday hisobga olinishi mumkinligini bilmasa, o'ziga tegishli imkoniyatdan foydalana olmaydi. Yoki biror kishi nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik yoshga doir pensiya, ustama yoki kompensatsiya o'rtasidagi farqni tushunmasa, qaysi tartib unga foydaliroq ekanini aniqlamaydi. Avval asosiy muammo hujjatlar tarqoqligida edi. Bir inson 1970 yillarda bir joyda ishlagan, keyin 1960 yillarda boshqa tumanga ko'chgan, keyin korxona nomi o'zgargan, keyin korxona tugatilgan. Mehnat daftarchasida muhrni aniq buyruq raqami ko'rinmaydi. Ishga kirgan sana bor, ishdan chiqqan sana yo'q. Bunday holatda pensiya hisoblovchi organ ham faqat tasdiqlangan hujjatga tayangan. Natijada pensionerning haqiqiy mehnati bor, lekin qog'ozda isbotlanmagan bo'lsa, bu uning pensiyasiga ta'sir qilgan. Hozir ko'plab ma'lumotlar elektron bazalarda tekshiriladi. Davlat xizmatlari markazlari orqali so'rov berish mumkin. Arxiv ma'lumotlarini izlash tartibi ancha tushunarli bo'lib bormoqda. Bu degani, pensionerlar avvalgidan faolroq bo'lishi kerak. Agar pensiya miqdori siz kutganingizdan ancha past bo'lsa, agar ish stajingiz to'liq hisobga olinmagan deb o'ylasangiz, agar eski ish joyingizdagi ma'lumotlar topilmagan bo'lsa, masalani qayta ko'rib chiqish uchun asos bo'lishi mumkin. Yana bir o'zgarish shundaki, hozir odamlar pensiya masalasini faqat oylik pul deb emas, balki huquqlar majmuasi deb tushunish kerak. Pensiya miqdoridan tashqari kommunal to'lovlar bo'yicha ayrim yengilliklar, dori-darmon, sanatoriy, parvarish, ijtimoiy yordam, mahalla orqali yordam, nogironligi bo'lgan pensionerlar uchun qo'shimcha xizmatlar kabi masalalar ham bor. Albatta, bularning hammasi har bir odamga avtomatik berilmaydi. Kimga tegishli, qanday hujjat kerak, qayerga murojaat qilinadi? Shularni bilish kerak. Men ko'p ko'rgan holatlardan biri shuki, pensioner pensiyam kam, lekin nima qilishni bilmayman deydi. Birinchi tekshiriladigan narsa ish staji va ish haqi ma'lumotlaridir. Pensiya odatda mehnat faoliyati. Staj ish haqi va qonunchilikdagi hisoblash tartibiga bog'liq bo'ladi. Agar staj to'liq kiritilmagan bo'lsa, pensiya past chiqishi mumkin.
Masalan, bir erkak kishi 16 yoshdan keyin pensiyaga chiqqan. U umumiy hisobda 37 yil ishlaganini aytadi. Lekin pensiya hujjatlarida 30 yil staj ko'rsatilgan. Farq 6 yil. Bu 6 yil qayerda yo'qolgan? Tekshirib ko'rilsa, u ishlagan sobiq qurilish boshqarmasi keyinchalik tugatilgan. Arxiv ma'lumoti vaqtida olinmagan. Agar o'sha yillar arxivdan tasdiqlansa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Natijada oyiga shartli ravishda Yekimdunning bit eximin yoki undan ko'proq farq chiqishi ehtimoli bor. Bu bir oyda uncha katta ko'rinmasligi mumkin, lekin bir yilda 20 million so'mdan oshadi. Bir necha yil davomida esa bu katta pul. Yana bir misol. Ayol kishi 25 yil maktabda ishlagan. Keyin bir necha yil bolalar parvarishi bilan uyda bo'lgan. Keyin yana ishga qaytgan. Pensiya tayinlanganda ayrim davrlar noto'g'ri tushunilgan yoki hujjat yetishmagan. U men baribir uyda o'tirganman, hisobga olinmaydi deb o'ylagan. Lekin ayrim davrlar qonunchilikda belgilangan tartibda stajga ta'sir qilishi mumkin. Buning uchun tug'ilganlik guvohnomalari, mehnat daftarchasi, buyruqlar, arxiv ma'lumotlari tekshiriladi. Men bunday holatda birinchi navbatda taxmin bilan yurmaymiz, hujjat bilan tekshiramiz deyman. Agar sizning pensiyangiz juda past bo'lsa va siz uzoq yillar ishlagan bo'lsangiz, albatta tekshirtirish kerak. Men hammaning pensiyasi albatta oshadi deb aytmayman. Chunki har bir holat alohida ko'riladi. Lekin ayrim belgilar bor. Birinchisi, mehnat daftarchangizda ko'p joy almashtirish bo'lsa. Ikkinchisi, ishlagan korxonangiz hozir mavjud bo'lmasa. Uchinchisi, pensiyaga chiqayotgan paytda sizdan ayrim hujjatlar yetishmasligi aytilgan bo'lsa. To'rtinchisi, ish haqi ma'lumotnomalari past ko'rsatilgan yoki umuman topilmagan bo'lsa. Beshinchisi, siz zararli, og'ir yoki maxsus sharoitda ishlagan bo'lsangiz. Masalan, zavodda payvandchi bo'lib ishlagan odam bilan oddiy ofis ishchisini pensiya shartlari bir xil deb o'ylash noto'g'ri bo'lishi mumkin. Zararli ish sharoiti, maxsus ro'yxatlar, ish joyining attestatsiyasi, buyruqlar va lavozim nomlari muhim ahamiyatga ega. Agar mehnat daftarchasida ishchi deb umumiy yozilgan, lekin aslida odam zararli sexda ishlagan bo'lsa, bu alohida tekshirilishi kerak. Bu joyda eng katta xato shuki, odamlar og'zaki gapga ishonib qoladi. Pensiya masalasida og'zaki gap yetmaydi, hujjat kerak. Agar siz pensiyaga yaqin yillarda chiqqan bo'lsangiz, barcha ish joylaringiz elektron bazalarda to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, mehnat daftarchangizda uzilish va shubhali yozuvlar bo'lmasa, pensiya tayinlanganda sizga hisob-kitob tushuntirilgan bo'lsa, xavotir kamroq. Lekin baribir men har bir pensionerga kamida bir marta o'z pensiya hujjatlarini ko'zdan kechirishni maslahat beraman. Ba'zi odamlar qo'shnimning pensiyasi oshibdi, demak menikini ham oshirishlari kerak deb keladi. Bu har doim ham to'g'ri emas. Qo'shningizning staji, ish haqi, imtiyozli davri, nogironlik holati, oilaviy vaziyati oldin topshirmagan hujjati bo'lishi mumkin. Pensiya shaxsiy hisob-kitobdir. Shuning uchun bir odamning holatini boshqasiga to'liq ko'chirib bo'lmaydi. Pensionerlar uchun yaxshi xabar faqat asosiy pensiya bilan cheklanmaydi. Ayrim toifadagi fuqarolar qo'shimcha to'lovlar, ustamalar yoki ijtimoiy yordam olish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Bu yerda ham asosiy shart odam o'z maqomini to'g'ri rasmiylashtirgan bo'lishi kerak. Masalan, nogironligi bo'lgan pensionerlar uchun alohida tartiblar bor. Agar inson yoshga doir pensiya oladi, lekin keyinchalik sog'lig'i yomonlashib, nogironlik guruhi belgilansa, u o'z holatini qayta ko'rib chiqishi kerak. Qaysi pensiya turi foydaliroq? Qo'shimcha parvarish puli bormi? Reabilitatsiya vositalari kerakmi? Tibbiy hujjatlar to'liqmi? Bularning hammasi ahamiyatli. Ba'zan odam nogironlik guvohnomasini oladi. Lekin pensiya jamg'armasi yoki ijtimoiy himoya organlariga bu ma'lumot asosida qo'shimcha murojaat qilish kerakligini bilmaydi. Yana bir real holat. Bir kampir yolg'iz yashaydi, farzandlari boshqa viloyatda yoki chet elda. U faqat pensiya oladi, lekin mahalla orqali moddiy yordam, oziq-ovqat yordami, parvarish xizmati yoki boshqa ijtimoiy xizmatlar borligini bilmaydi. Bunday vaziyatda mahalla raisi, hokim yordamchisi, ijtimoiy xodim va tuman ijtimoiy himoya bo'limi bilan bog'lanish kerak. Men hech kimdan so'ramayman deb uyalish kerak emas. Bu sadaqa emas, qonuniy ijtimoiy himoya mexanizmi. Ko'p pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlaydi. Buning sababi oddiy. Narxlar oshadi, dori-darmon kerak, nevaralarga yordam beriladi. Uy ro'zg'or xarajati bor. Ishlayotgan pensionerlar uchun eng muhim savol shuki, ishlash pensiyaga qanday ta'sir qiladi?
Men bu savolga ehtiyotkorlik bilan javob beraman. Chunki tartiblar vaqt o'tishi bilan o'zgarishi mumkin. Lekin asosiy maslahat o'zgarmaydi. Rasmiy ishlayotgan bo'lsangiz. Siz uchun to'lanayotgan badallar ish haqi va mehnat shartnomasi to'g'ri yuritilayotganini tekshiring. Masalan, pensioner do'konda qorovul bo'lib ishlaydi. Ish beruvchi unga siz pensionersiz. Shartnoma qilmasak ham bo'ladi deydi. Bu xavfli. Rasmiy shartnoma bo'lmasa, ishda jarohat olsa, maoshini vaqtida olmasa, keyin o'z huquqini himoya qilishi qiyinlashadi. Bundan tashqari, ishlagan davri kelajakdagi qayta hisoblash yoki boshqa huquqiy masalalarda ahamiyatli bo'lishi mumkin. Men har doim aytaman, yosh katta bo'lsa ham mehnat munosabati rasmiy bo'lishi kerak. Yana bir misol. Pensioner ayol bog'chada enaga bo'lib ishlaydi. U pensiya oladi, ustiga oylik oladi. Lekin ish beruvchi uning ish haqi bo'yicha ma'lumotlarini to'liq yuritmaydi. Keyinchalik u men ishladim-ku, nega hisobga olinmadi deb qoladi. Bunday bo'lmasligi uchun ishga kirganda buyruq, mehnat shartnomasi, oylik varaqasi va bank tushumlarini saqlab bo'lish kerak. Endi eng muhim qismiga kelamiz. Hamma holatda ham pensiya oshavermaydi. Men tomoshabinlarga yolg'on umid bermoqchi emasman. Pensiyani qayta hisoblash uchun asos bo'lishi kerak. Asos degani yangi topilgan hujjat, noto'g'ri kiritilgan ma'lumot, hisobga olinmagan davr, maqom o'zgarishi, qonunchilikdagi tegishli norma yoki rasmiy tasdiq. Birinchi nozik jihat arxiv ma'lumotnomasi. Ko'p odam arxivdan oddiy falonchi shu korxonada ishlagan degan ma'lumot olib keladi. Lekin ayrim hollarda lavozim sana, buyruq raqami, ish haqi, ish sharoiti to'liq davr kerak bo'ladi. Agar ma'lumotnoma umumiy bo'lsa, pensiya organi uni yetarli deb topmasligi mumkin. Shuning uchun arxivga murojaat qilganda aniq yozish kerak. Mening falon yildan falon yilgacha ishlagan davrimni, lavozimimni, ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlarini, oylik ish haqi to'g'risidagi ma'lumotni tasdiqlab berishingizni so'rayman. Ikkinchi nozik jihat familiya o'zgargan bo'lsa, ayollar orasida bu juda ko'p uchraydi. Qiz familiyasida ishlagan, keyin turmushga chiqib familiyasini o'zgartirgan. Mehnat daftarchasida bir familiya, pasportda boshqa familiya. Agar nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat bo'lmasa, stajni bog'lash qiyinlashadi. Shuning uchun bunday hujjatlarni albatta topish kerak. Uchinchi nozik jihat sobiq ittifoq davridagi hujjatlar. Ayrim pensionerlar boshqa respublikalarda ishlagan bo'lishi mumkin. Masalan, Qozog'iston, Rossiya, Tojikiston yoki boshqa joylarda. Bunday holatda xalqaro so'rovlar, arxivlar va tasdiqlash tartibi ko'proq vaqt olishi mumkin. Bu imkonsiz degani emas, lekin sabr va to'g'ri hujjat talab qiladi. To'rtinchi nozik jihat, norasmiy ish. Afsuski, ko'p odamlar yillar davomida norasmiy ishlagan. Masalan, bozorda savdo qilgan, ustachilik qilgan, fermerda mavsumiy ishlagan, lekin hujjat qilinmagan. Og'zaki guvohlar bo'lsa ham, pensiya hisoblashda har doim ham yetarli bo'lmaydi. Shuning uchun hali pensiyaga chiqmagan farzandlar va nabiralarga ham aytaman. Bugungi norasmiy ish ertangi pensiyaga salbiy ta'sir qiladi. 5-nozik jihat. Qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ba'zi pensionerlarning pensiyasidan aliment, kredit, ijro hujjati yoki boshqa majburiyatlar bo'yicha ushlab qolish bo'lishi mumkin. Odam pensiyam kamaydi deydi. Lekin aslida hisoblangan pensiya o'zgarmagan, faqat ma'lum summa ushlab qolinayotgan bo'ladi. Bunday holatda bankdan, majburiy ijro byurosidan yoki tegishli tashkilotdan ma'lumot olish kerak. Endi men sizga aniq nima qilish kerakligini aytaman. Birinchi qadam, mavjud hujjatlaringizni yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, harbiy bilet bo'lsa, harbiy bilet. Nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat. Farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nogironlik bo'yicha hujjatlar, eski ish haqi ma'lumotnomalari, arxiv javoblari, bank kartangiz bo'yicha pensiya tushumlari. Hammasini bitta papkaga soling. Ikkinchi qadam, pensiyangiz qanday hisoblanganini bilib oling. Buning uchun tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Murojaatda shunday mazmunda yozish mumkin: menga tayinlangan pensiya hisob kitobi, hisobga olingan ish staji, ish haqi davrlari va hisobga olinmagan davrlar bo'yicha yozma tushuntirish berishingizni so'rayman. Yozma javob juda muhim. Chunki og'zaki gapni keyin isbotlash qiyin. Uchinchi qadam, agar staj yetishmayotgan bo'lsa, qaysi yillar kiritilmaganini aniqlang. Masalan, siz 1972-1964 yillarda zavodda ishlagan bo'lsangiz, lekin bu davr kiritilmagan bo'lsa, aynan o'sha zavod bo'yicha arxivga so'rov beriladi.
Arxivga umumiy emas, aniq murojaat qilish kerak. Korxona nomi, taxminiy yillar, lavozim joylashgan hudud, eski manzil, rahbar nomi esingizda bo'lsa, hammasini yozing. 4-qadam. Davlat xizmatlari markaziga boring yoki MyBotchagokov.uz orqali mavjud xizmatlarni tekshiring. Hamma pensioner internetdan bemalol foydalana olmasligi mumkin. Shuning uchun farzandlar, nabiralar yordam bersin. Lekin men farzandlarga alohida aytaman. Ota-onangizning pensiya masalasini keyin ko'ramiz demang. Har oy kamroq pensiya olish yillar davomida katta yo'qotish bo'lishi mumkin. 5-qadam, mahallaga murojaat qiling. Agar siz yolg'iz yashasangiz, nogironligingiz bo'lsa, dori-darmon xarajatingiz ko'p bo'lsa, uy-joy sharoitingiz og'ir bo'lsa, mahalla orqali ijtimoiy yordam masalasini ko'taring. Murojaat qilishdan uyalmaslik kerak. Siz butun umr ishlagan bo'lsangiz, farzand tarbiyalagan bo'lsangiz, jamiyatga hissa qo'shgan bo'lsangiz, ijtimoiy himoya sizning qonuniy huquqingiz bo'lishi mumkin. 6-qadam, har bir murojaatdan nusxa olib qoling. Ariza topshirsangiz, kirim raqamini oling. Elektron yuborsangiz tasdiq xabarini saqlang. Javob kelmasa, qayta murojaat qiling. Javob sizni qoniqtirmasa, yuqori turuvchi tashkilotga yoki qonuniy tartibda shikoyat qilish mumkin. Men doim aytaman, og'zaki bordim, hech narsa bo'lmadi degan gap bilan ish yuritish qiyin. Hamma narsa yozma bo'lsin. Birinchi vaziyat, 63 yoshli erkak 33 yil ishlagan, lekin pensiyasi juda kam. Tekshiruvda ma'lum bo'ladiki, 7 yillik ish davri mehnat daftarchasida noaniq muhr sabab hisobga olinmagan. U arxivdan ma'lumot oladi, buyruq raqamlari tasdiqlanadi. Natijada pensiya qayta ko'rib chiqiladi. Bu yerda asosiy saboq eski muhr noaniq bo'lsa ham arxiv orqali tasdiqlash imkoniyati bo'lishi mumkin. Ikkinchi vaziyat, 63 yoshli ayol pensiya oladi, lekin familiyasi o'zgargani sababli eski ish joyidagi staj bog'lanmagan. U nikoh guvohnomasini topadi. Arxiv ma'lumotnomasidagi qiz familiyasi bilan hozirgi hujjatlari o'rtasidagi bog'liqlik tasdiqlanadi. Natijada ilgari hisobga olinmagan davr qayta ko'rib chiqiladi. Saboq familiya o'zgarishi pensiya hujjatlarida juda muhim. 3-vaziyat. 72 yoshli pensioner yolg'iz yashaydi, pensiyasi bor, lekin sog'lig'i yomon. Doriga ko'p pul ketadi. U faqat pensiya oshishini kutib yuradi. Aslida esa mahalla va ijtimoiy himoya organlari orqali moddiy yordam, parvarish xizmati yoki boshqa ko'mak masalasi ko'rilishi mumkin. Saboq pensionerning huquqi faqat pensiya summasi bilan cheklanmaydi. Birinchidan, pul bersangiz, pensiyangizni oshirib beraman degan odamlardan ehtiyot bo'ling. Pensiya qonuniy tartibda hujjat asosida qayta hisoblanadi. Hech kim tanish bilish orqali sizga asossiz pensiya oshirib bera olmaydi. Agar kimdir shunday va'da qilsa, bu xavfli. Ikkinchidan, hujjatlaringizning asl nusxasini begona odamga bermang. Nusxa kerak bo'lsa, nusxa bering, lekin asl hujjatni faqat rasmiy idorada zarolatda ko'rsating. Mehnat daftarchasi, pensiya hujjati, pasport ma'lumotlari juda muhim. Uchinchidan, ijtimoiy tarmoqlardagi har bir xabarga ishonmang. Hamma pensionerlarga falon pul beriladi. Bugun ariza bermasangiz, huquqingiz kuyadi. Faqat biz orqali rasmiylashtiriladi degan xabarlar ko'p bo'ladi. Har doim rasmiy manbani tekshiring. Pensiya jamg'armasi, davlat xizmatlari markazi, MyBotchagokov.uz mahalla, tuman hokimligi yoki ijtimoiy himoya organlari. 4-dan, muddatlarga e'tibor bering. Ayrim to'lovlar yoki yordamlar uchun ariza berish vaqti, hujjat topshirish tartibi, qayta ko'rikdan o'tish muddati bo'lishi mumkin. Ayniqsa nogironlik guruhi, parvarish, moddiy yordam, sanatoriy yo'llanmasi kabi masalalarda vaqtida murojaat qilish muhim. Men pensionerlarga va ularning farzandlariga shuni maslahat beraman. Pensiya masalasini faqat pul keladigan kun bilan bog'lamang. Bir marta vaqt ajrating. Hujjatlarni tartibga keltiring. Hisob kitobini tekshiring. Arxiv masalasini aniqlang. Mahalladagi imkoniyatlarni so'rang. Bu ish bir kunda bitmasligi mumkin, lekin natijasi yillar davomida foyda berishi mumkin. Agar siz pensioner bo'lsangiz, bugunoq papkangizni oching. Mehnat daftarchangizda hamma yozuvlar bormi? Sana va muhrlar ko'rinadimi? Familiyangiz o'zgargan bo'lsa tasdiqlovchi hujjat bormi? Harbiy xizmat yoki bo'jga davrlar kiritilganmi? Shularni ko'ring. Agar tushunmasangiz, farzandingizdan, nabirangizdan yoki huquqni biladigan mutaxassisdan yordam so'rang. Agar siz pensionerning farzandi bo'lsangiz, ota-onangizga pensiyangiz shunaqa ekanda deb qo'ymang. Ularning mehnat daftarchasini birga ko'ring. Pensiya jamg'armasidan yozma tushuntirish oling. Arxivga so'rov berish kerakmi? Aniqlang.
ota-onangiz ko'pincha idora yurishga qiynaladi. Lekin siz yordam bersangiz, ko'p masala tezroq hal bo'ladi. Bugungi yaxshi xabarning mazmuni shuki, pensionerlar o'z huquqlarini qayta tekshirtirish, yetishmayotgan hujjatlarni topish, pensiya hisob-kitobini aniqlashtirish, qo'shimcha yordam va yengilliklardan foydalanish imkoniyatiga jiddiy qarash kerak. Hamma holatda pensiya oshadi deb aytmayman. Lekin ko'p odamlar faqat bilmagani uchun o'ziga tegishli imkoniyatdan foydalanmay yuradi. Men sizdan so'rayman. Agar sizning pensiyangiz kam bo'lsa, ish stajingiz to'liq hisobga olinganiga shubhangiz bo'lsa yoki ota-onangizning hujjatlarida muammo bo'lsa, bu masalani ortga surmang. Yozma murojaat qiling, hujjatlarni yig'ing, rasmiy javob oling. Fikringizni izohlarda yozing. Sizningcha pensionerlar uchun eng katta muammo pensiya miqdorimi, hujjat to'plashmi yoki idoralarda yurishmi? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner tanishlaringizga albatta yuboring.